Rolls-Royce mashinalari shiftidagi yulduzli osmonni ko'rganingizda albatta "Vau, qanday chiroyli chiroqlar" degan fikr keladi, lekin bu shunchaki chiroqlar emasligini eshitganingizda brendning har bir detaliga yondashuvidan dahshatga tushasiz. Obuna bo'ling, hozir aytib beraman. Tasavvur qiling, siz o'zingizga yangi Rolls-Royce buyurtma qilyapsiz. Menejer sizdan hayotingizdagi eng muhim sana qaysi deb so'raydi. Masalan, siz farzandingiz tug'ilgan kunni, to'yingiz sanasini yoki biznesingiz gullab yashnagan o'sha tarixiy kunni aytasiz. Va albatta o'sha voqea qayerda, ya'ni qaysi shaharda sodir bo'lganini ham. Shundan so'ng eng telba jarayon boshlanadi. Rolls-Royce mutaxassislari maxsus astronomik xaritalar orqali aynan o'sha kunni, aynan o'sha shaharda tungi osmonda yulduzlar qanday joylashganini aniq hisoblab chiqishadi. Keyin esa usta 1500 ga yaqin mitti optik tolali chiroqlarni mashina shiftiga bittalab qo'lda teshik ochib joylashtirib chiqadi. Bu yulduzlar shunchaki tartibsiz sochib tashlanmaydi. Ular aynan sizning hayotingizdagi o'sha eng muhim tunda osmonda